Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Bruno Fernandeshga da'vogarlar ochiqlandi. Manbaning yozishicha, Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandesh yaqin vaqt ichida klubini almashtirish ehtimoli bor. Ma'lumotlarga ko'ra, futbolchi Qizil iblislar rahbariyati bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha oson kechmayotgan muzokaralarni olib bormoqda. Fernandesh ingliz klubi taklif etgan yangi shartnomani qabul qilmagan. Unga MU tomonidan taklif etilgan maosh miqdori ma'qul kelmagani aytilmoqda. Manbaga ko'ra, Bruno Fernandesh atrofidagi vaziyatni bir qator yirik klublar diqqat bilan kuzatib turibdi. Xususan, futbolchi xizmatlariga Atletico, Galatasaray, Juventus va Milan jamoalari qiziqish bildirgan. Ushbu klublar Manchester United yarim himoyachisini o'z safiga qo'shib olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shu bilan birga boshqa xabarlarga ko'ra, Manchester United Fernandeshni sotish niyatida emasli, klub uni jamoada saqlab qolishni istamoqda. O'zbekiston terma jamoasi Eron bilan o'ynaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Xususan, Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoamiz Farg'onada Eron terma jamoasiga qarshi bahsda maydonga tushadi. Uchrashuv 24-sentyabr kuni Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi. Yana bir bellashuv esa Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi bo'lishi avvalroq e'lon qilingan edi. Ushbu o'yin 6-oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Mareska Grillishning Manchester City'dagi kelajagi haqida. Transfer oynasi yopilishiga yana bir hafta bor. Manchester City bosh murabbiyi Enzo Mareska yarim himoyachi Jack Grillishning jamoadan ketishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Jack Grillishga kelsak, mening vazifam uni shug'ullantirish va undan maksimal natija chiqarishga harakat qilish. Transfer oynasi yopilgunga qadar yana bir hafta vaqt qoldi va biz nafaqat Jack, balki boshqa futbolchilar bilan ham nima bo'lishini ko'rib chiqamiz, dedi Mareska. Mishmishlarga ko'ra, yarim himoyachiga Everton faol qiziqish bildirmoqda. City Barsa yulduziga so'rov yubordi. Barselona yarim himoyachisi Frenkie de Jongga Manchester City klubida jiddiy qiziqish paydo bo'ldi. Shaharliklar 29 yoshli futbolchi bo'yicha rasmiy so'rov yuborgani haqida The Touchline nashri jurnalist Jose Alvarezga tayanib xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ingliz klubi transfer oynasi yopilishidan oldin niderlandiyalik futbolchini jamoaga qo'shib olish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Boshqa xabarda ham Manchester City De Jong bo'yicha Barselona bilan bog'langani aytilgan. Frenkie de Jong mavsum boshini jarohat sabab o'tkazib yubormoqda. Taxminlarga ko'ra, u kuzning oxiriga borib maydonga qaytishi mumkin. Yaqinda Barselona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick De Jongning jamoa sardorlari ro'yxatidan chiqarib tashlagandi. Transfermarkt portali bahosiga ko'ra, futbolchining bozor qiymati 35 million yevroni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, De Jong o'tgan kuzda Barselona bilan shartnomasini 2029-yilgacha uzaytirgan edi. Rasman: Fabinho Trabzonspor futbolchisi braziliyalik Halbek yangi jamoasi bilan qancha muddatli bitim imzolagani ochiqlanmagan. Trabzonspor klubi yarim himoyachi Fabinhoning transferini e'lon qildi. Braziliyalik Halbek yangi jamoasi bilan qancha muddatli bitim imzolagani ochiqlanmagan. Futbolchi bunga qadar Al Ittihod klubi safida to'p tepib kelayotgan edi. Jidda klubi bilan shartnomasi yakuniga yetgandan so'ng erkin agent maqomida Trabzonspor safiga kelib qo'shildi. Bu klubda uning Liverpooldagi sobiq jamoadoshi Muhammad Saloh ham to'p tepmoqda. O'tgan mavsumda Fabinho Saudiya Arabistoni ishtirokchisi sifatida barcha turnirlarda 43 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 4 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Roma Leao uchun yangi da'vogar. Portugaliyalik hujumchi Rafael Leaoning Milandagi kelajagi so'roq ostida va Italiya futbolidagi eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujumchiga poytaxtning Roma klubi qiziqish bildirgan. Jamoani boshqarayotgan Gianpiero Gasperini Leaoning salohiyati bilan kelib chiqdi. Undan 7 yildan beri kutilayotgan narsani chiqarib olishga qodir ekaniga ishonmoqda. Pantera Milan nashri xabariga ko'ra, rimliklar u uchun 50 million yevrogacha pul to'lashga tayyor. Shuningdek, 4 million yevro evaziga ijaraga olish va keyinchalik 41 million yevroga to'liq sotib olish varianti ham bor. Bu holatda Roma boshlanayotgan mavsum uchun Leaoning maoshini 80% ni ham to'lab beradi. Barselona Gavining jarohati bo'yicha ma'lumot berdi. Futbolchi Elchega qarshi bahsda jarohat sabab maydonni tark etgan edi. Barselona yarim himoyachisi Gavining o'ng tizzasidagi jarohati jiddiy emasligi ma'lum bo'ldi. Klub matbuot xizmati xabar berishicha, futbolchi Elchega qarshi uchrashuvda tizzasiga zarba qabul qilgan. Bugun ertalab o'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar natijasida Gavining jarohati oddiy ko'karish ekani aniqlandi. Shu bois ispan futbolchisining tez orada jamoaviy mashg'ulotlarga qaytishi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida Gavi Elchega qarshi bahsning birinchi bo'limi oxirida maydonni jarohat sabab tark etishga majbur bo'lgan edi.
yana bir yulduz Saudiya tomon yo'l olmoqda. Arsenal jamoasi vingeri Gabriel Martinelli Saudiya Arabistonining Al-Hilol klubiga o'tishi mumkin. The Athletic ma'lumotiga ko'ra, London klubi braziliyalik futbolchi transferidan taxminan 60 million funt ishlab olishni rejalashtirmoqda. Manba ma'lumotiga ko'ra, saudiyaliklar hozirda ham Arsenal rahbariyati ham 25 yoshli braziliyalik futbolchining vakillari bilan muzokara olib bormoqda. Eng muhimi, Martinellining o'zi ham Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tish variantiga qarshi emas. Biroq hozircha tomonlar o'rtasida yakuniy kelishuv mavjud emas. Bundan avval futbolchi Galatasaray klubining taklifini rad etgan edi. Turkiya grandi Martinelli uchun 45 million yevro to'lashga tayyor bo'lgan. Martinellining Arsenaldagi kelajagi so'nggi paytlarda noaniq bo'lib qolgan. U jamoaning mavsumdagi dastlabki 2 uchrashuv qaydnomasiga ham kiritilmadi. O'tgan mavsumda Martinelli barcha musobaqalar doirasida 53 ta o'yinda maydonga tushib, 11 ta gol urdi va 7 ta golga assist berdi. Shuningdek, 2026-yilgi jahon chempionati saralashda Braziliya safida 4 ta o'yinda bitta gol qayd etgan edi. APLda eng zo'r bo'lgan Husanov va Gefi tandemi tarixda qoldi. Enzo Maresga kutilmagan qaror qildi. Gefi endi Husanov bilan yonma-yon o'ynamaydi. O'tgan mavsumda Manchester City rahbariyati qishki transfer oynasi vaqtida Crystal Palace'dan markaziy himoyachi Mark Gefini sotib olgandan so'ng Angliya Premyer Ligasida yangi himoya tandemi vujudga keldi. Manchester City himoya markazida Abduqodir Husanov va Mark Gefi birga maydonga tushgan bironta uchrashuvda mag'lubiyatga uchramadi. Shu tariqa bu ikki futbolchi bir-birini to'ldirib, himoyani juda mustahkam saqlagan tandem sifatida e'tirof etildi. Nathan Ake va John Stones kabi tajribali markaziy himoyachilar jamoani to'liq tark etganiga qaramay, hozir bu pozitsiyalarda bir necha mahoratli futbolchilar to'planib qolgan. Xususan, Abduqodir Husanov, Yoshka Gvardiol, Ruben Dias, Mark Gefi asosiy tarkibda o'ynashga da'vogar markaziy himoyachilar hisoblanadi. Bundan tashqari o'ziga imkon berilishini kutayotgan Juma Baba, Viktor Reis kabi yosh futbolchilar ham bor. Yangi bosh murabbiy Enzo Maresca himoyachilarning universal xususiyatlaridan kengroq foydalanishga harakat qilmoqda. Xususan, mavsum boshidagi ikki rasmiy uchrashuvda Abduqodir Husanov o'ng qanot himoyachisi va markaziy himoyachi pozitsiyalarida o'ynaydi. Italiyalik murabbiy Bournemouthga qarshi o'tkazilgan birinchi tur uchrashuvida Abduqodirning himoya markazidagi sherigi Mark Gefini markaziy yarim himoyachi sifatida o'ynatdi. Angliyalik futbolchi esa hisobni tenglashtirgan gol muallifiga aylandi. Bu o'zgarish ko'pchilikning e'tiborini tortdi va Enzo Maresca uchrashuvdan keyin o'z qarorini izohlashga to'g'ri keldi. Hozirgi paytda yechimlarni topish muhim, turli imkoniyatlarni ko'rish ahamiyatli. Men Markni Crystal Palace'dagi davridan bilaman. Men doimo uni yaxshi yarim himoyachi bo'lishi mumkin deb o'ylaganman. Ba'zan xayolingizda turli g'oyalar paydo bo'ladi va ularni sinab ko'rish kerak. Umuman olganda, Mark yangi pozitsiyada yaxshi o'ynadi. Bu bizga kelajak uchun yana bir variant berdi, dedi Enzo Maresca. Gefining o'zi ham yangi roli haqida fikr bildirdi. Men hayron qoldim. Bu shunchaki murabbiyning xayoliga kelgan g'oya edi va bir necha hafta davomida shu ustida ishladik. U jamoa bo'yicha turli narsalarni sinab ko'rmoqda va bugun bu o'zini oqlagandan xursandman. Eliot bilan yonma-yon o'ynaganimda uni qo'llab-quvvatlashga katta yordam berdi. Bu yigitlarning oldida o'ynash menga ham ko'mak bo'ldi. Shuningdek, bu pozitsiyada o'ynash tajribasiga ega futbolchilarning yonimda bo'lishi va o'yin davomida men bilan gaplashib turish ham foyda bo'ldi, dedi Mark Gefi. Agar video yoqqan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali do'stlaringizga yuboring. Like bosing va obuna bo'lishni unutmang.